Taom u bir madaniyat. Taom u bir san'at. Taom u bir mahorat. Oshpaz ustam talant sahnasi programmasi Salam ekran oldidagi qadrli ko'rman do'stlar. Salam naq maydondagi hurmatli baholug'chilar, korxonchilar, mehmonlar. Ko'rayotganinglar Şinjan Odikam Madaniyat tarqitish shirkati va Şinjan Oshpaz Ustam yemak-ichmak shirkati birlashib uyushtirgan Urumchi Hayot suv chekish shirkati shaxtam maylari tojdorligini olgan Şinjan Qo'shnur yemaklik taraqqiyot chekish shirkati Qo'shnur kasmi cho'plari alohida qo'llagan Shaxtam Oshpaz Ustam talant sahnasi programmasi. Men riyosatchi Nadira Shavkat. Salam ekran oldidagi ko'rinmanlar. Salam bağlıqçı ustozlar, korxonchilar. Men Şinjan Oshpaz Ustam talant sahnasi programmasining riyosatchisi Javdat Rafqatdan hammanglarga o'tiq salom. Nadira, biz yil haqiqatan katta yilni kutib oldik. Biz yil partiyamiz qurilganligining 100 yillik xotirkini shundaqqa. To'g'ri aytasiz Javdat. 100 yillik musobaqa, 100 yillik kurash, 100 yillik orzu umidlar. Partiyamizning to'g'ri rahbarligida, qo'llab-quvvatlashida, har millat xalqining inoq ittifoqlik birlik kelgan mana bugünkidek go'zal kunlarda biz bu yerda eng isil nodir programmalarni ko'rmanlarimizga sunib turibdimiz. Bo'libmi bizningki davlatimizningki taom madaniyati haqiqatan dunyoga dangliq deb o'ylayman. Mushu programma orqali Şinjangningki taom madaniyatini butun do'stlarningki ko'rib, Şinjanga sayohatlar kelsa biz haqiqatan xush bo'lmizga deyman. To'g'ri aytasiz. Bizning programmamiz naytim sarxil bo'lg'ashqa programmamizga Şinjanning har qaysi joylaridan, hattoki Beijingdanmi eng dongliq oshpaz ustamlarni sahnamizga taklif qilib keldik. Bugun uyga mehmondir ota va ona, tomoqlarim o'xshaydi bo'lg'ash shoxtam, lazzat berar shoxtam, barkat berar shoxtam, ishonch bordir har uyda bo'lg'ash shoxtam, lazzat berar shoxtam, barkat berar shoxtam, uyimizda shod bayram bo'lg'ash shoxtam. Saf taom yurishlik mi? Hey, biz mushundaq yo'lchiqdash mashinasidak meniveramiq. Surat kelish gruppasi bizni saqlab qoldi ya. Oldi bilan ikkimiz mana ichiga bir kirib chiqili. Gapimni anglab mangsizlar. Qandaqa tetidimi? Tetimam teki. Baki ishlik cho'pgan bu. E'lon suratga oladigan dapli chiqmay, sifatini ko'rib tetib biqib chiqamiz. To'g'ri. Qani, suratga elinglar. Şinjan Qo'shnur yemaklik taraqqiyot shirkati. Şirketimiz kino, televiziya teatri, televiziya programmasi, televiziya e'lon, mikrofilm, do'yin film, shunaqla idora organ shirkat korxonalarining tashviqot filmlarini ishlash va cho'ng kichik kechilik va har xil universal faoliyatlarni tashkillash, surat berish, kirishtirish xizmatlari bilan shug'ullanamiz. Odikam. Oldi bilan ko'pchilikka programmamizga qadam tashrif qilgan baholug'chilarimizni tanishtirib o'tamiz. Ular bo'lsa, Şinjan Oshpaz Ustam yemak-ichmak boshqarish cheklik shirkatining baholug'chisi, davlatlik birinchi darajalik oshpaz, oliy baholug'chi, 42 yillik kasbiy yemak-ichmak o'qituvchisi Mahat Jamolim. Qarshi olamiz. Qarshi olamiz. Şinjan Oshpazlar jamiyatining hay'at a'zosi, davlatlik birinchi darajalik oshpaz, Şinjandagi 10 cho'ng oshpazning biri, 30 yillik kasbiy tarixga ega, oliy darajalik baholug'chi, Şinjan Oshpaz Ustam klubining raisi Lo'qman afandim. Qarshi olamiz. Qarshi olamiz. Bizning yana bir taklif qilingan aziz mehmonimiz baholug'chimiz bo'lsa, 香港烹饪协会会长、国家一级评委、高级考评员、新疆烹饪大师餐饮管理有限公司特邀评委马路林先生，马路林efendi qarshi olamiz. 欢迎。Şinjan Oshpaz Ustam yemak-ichmak boshqarish shirkatining oliy darajalik o'qituvchisi, 30 yillik o'qituvchilik tarixiga ega oliy darajalik baholug'chi Bahargul xonim, qarshi olamiz. Qarshi olamiz. Şinjan Oshpaz Ustam yemak-ichmak mulozimat cheklik shirkatining baholug'chisi, davlatlik birinchi darajalik oshpaz, oliy darajalik baholug'chi, 21 yillik kasbiy o'qituvchi Turdimalim. Qarshi olamiz. Qarshi olamiz. Davlatlik birinchi darajalik oshpaz, oliy darajalik baholug'chi Davudjon Ustam. Qarshi olamiz. Qarshi olamiz. Endi ko'pchilikka programmamizga alohida qadam tashrif qilgan bizning sevimli korxonchilarimizni tanishtirib o'taylik. Ular bo'lsa, Urumchi Hayot suv chekish shirkatining shirkat vakili Turg'unjon afandim, qarshi olamiz. Qarshi olamiz.
Şinjan Qo'shnur Yemeklik taraqqiyot cheklik şirketining birlashma qurg'uvchisi Yosinjon efendim. Qarshi olamiz. Qarshi olamiz. Şinjan Bodun Soda Chek şirketining qonuniy vakili Rajab Imin efendi qarshi olamiz. Qarshi olamiz. Şinjan Aşpaz Ustam Yemek-içmek Boshqarish Chek şirketining qurg'uvchisi Ershad efendim. Qarshi olamiz. Qarshi olamiz. Şinjan Sibi advokatlik o'rnining oliy darajalik hamkorlashuvchisi Rahmanjon olim. Qarshi olamiz. Qarshi olamiz. Shundan birga bizning Beijingdan alayda taklif qilingan oziqshunos efendimni ko'pchilik tanishtirib o'taylik. 国际健康餐饮协会主席、北京食品雕刻专业委员会会长、新疆烹饪大师餐饮管理有限公司特邀健康理念营养师赵慧元先生，欢迎您，sizni qarshi olamiz. Qarshi olamiz. Har birimizning tam tuyg'usida bir yangilik bor. Nadira, ustozlarni, korxonchilarni tanishtirib oldik. Mayirlarni seg'inib ketib bormizdan. Mayırlar en mühimi. Mayırlar en mühim. Tamaklarını yiyimiz kelip. Sizden mi tünügün bir akır tetip kaldınız belki? Orklap kalgınımını eskimidiniz deb turasam. Qani bizning har bir son programmamizga 3 nafar mayır qatnashdi emas. O'zininki alayligi va ortiqchiligi bilan bizning shu baholg'ichlarimizning mayligiga erishdi va 1-chi, 2-chi, 3-chi deb 3 darajaga bo'lindi. Ona xo'sa bizning bugungi 3 nafar mayirimizmi hozirlanib bo'pti. Qani qizg'in alqishlarimiz bilan bugungi 3 mayirimizni sahnamizga taklif qilamiz. Marhamat. Marhamat. Hay, hoş geldinler. Yaxshimisizlar? Armag'aysizlar? Bugun tayyorliginglar qandayroq? Yaxshi bo'lyapti. Unda bo'lsa oldi bilan o'zinglarni bir tanishtirib o'tamsizlar. Men Xotan Diyali Ninoyisdan keldim. Ismim Abdulla Nuri. Qarshi olamiz. Qarshi olamiz. Bizning Niydan kelgan oshpaz ustam. Shunday. Unda bo'lsa nerdan kelgan mehmondan tanishdik. Bu yerdan kelgan marqiz bilan bir tanishyapman. Buni da o'zingizni bir tanishtirib o'tamsiz. Yaxshimisizlar ko'rarman do'stlar? Yaxshimisizlar? Yetakchi ustamlar, korxonchi do'stlar, yaxshimisizlar? Men Atush Fayza pishirxonasidan kelgan Mayir Rozgul G'ufur bo'lman. Qarshi olamiz. Men Atuşna yerlik mas'uliyati bo'lgan Atush murabbasi, anjir murabbasi bilan qilgan shahzoda nashtilqini olib keldim bu qitim. Shunga keng ko'rarman do'stlarning va korxonchi do'stlarning qo'llab-quvvatlashini umid qilma. Rahmat sizlarga. Rahmat. Shahzoda nashliqlari sahnamizga chiqsalda turibdi. Bu da endi malika nashliqlarini tayyorlasangiz. Bizdagi mayaqdagi mayirimiz. Yaxshimisizlar ko'rarmanlar, yaxshimisizlar ba'zi ustozlar, yaxshimisizlar korxonchilar. Men Qog'liq diyordan Abdul Qosimjon ustam bo'laman. Hay, rahmat. Xush keldingiz, xush keldingiz. Men bu qitim bu sahnaga qadimiy taomlardan birisi bo'lgan qo'noq yemisini olib keldim. Voy, esil. Rahmat. Ayni vaqtda shu oshpazlik kasbini qanday qilib tanlashni o'ylab qolgansiz? Men qo'saqamroq. Chiqib turadi. O'zingiz qo'saqamroq. Shu o'diklar shu onam yetibdi bu tomoqni. Shunday ertigini yetib bitdi shu. Onangiz tomoq etib berdi ekan atiganda. Nima tomoq etib berdi dedingiz-ku? Bug'durmuch. Nima? Bug'durmuch. Bug'durmuch degan qanday tomoq ekan? Manda unda tishlab, manda elishtirib va yerlik ma chamg'o ondan. Sho'xlar nima manda qo'noq ishi bilan o'xshib ketadi demakchimi? Unda nihoyat bir sog'lom bo'lgan yemeklikka. Undan hozir aytgan shu bug'durmuchingiz onangiznikiga o'xshamdi. O'xshaydi. Yoki uningdimi bakrak oshirib italansiz ya? Uningdan bakrak oshib italayman. O'zbek shensi ekan. Undan bugun sahnamizga balkim shu taomni olib chiqishni o'ylashyapsiz. Bo'ldi, undan xo'sa Rozgul xonim, sizchi ayni vaqtda shu oshpazlikni qanday qilib tanlab qoldingiz? Odatda oshpazlarning to'lisi erlar bo'ladigan. Shunday. Ayollarcho. Ayollar faqat uyda oshpazlik qiladi deb o'ylayman. Rozgul xonim, endi siz qanday qilib mush kasbni tanlab qolgan? Meni uyda balalarim bek amroq cho'p pishiriqqa. Shunga 4 shahzodam bor. Shularga pishirib berish orzuyim bilan shu oshpazlik kasbini tanladim. Men oshpazlik yemek-ichmek kasbi ham pul topqil bo'ldigan, ham istiqboli bor kasb. Shunga men mush kasbni tanladim. Biz shuni ko'rilishga bo'ldiki, bolalarga bo'lgan mehr muhabbat orqali mush kasbni tanlab qolgan, shunaqmi? Unda sizchi Qarqash efendim.
Men bu oshpazlik kasbiga oshiq, kichikimdan bak yaxshi ko'raman bu kasbni shu. 17 yil bo'ldi. Qo'rim qo'rish va boshqa tamoqlar bilan shug'ullandim. Bu vaqtdan bu san'atdan nurg'un san'atlar bo'ldi, lekin bizning milliy taomlar unutilib qoldi. Qadimiy taomlar qizib chiqilmadi. Shu munosabat bilan men bu vaqtdan sahnaga shu qadimiy taomlar bo'lgan qo'noq jamoasini ilib chiqdim. Bu tamoqniki alohidagi hamda qon besim, shakar moddasi o'lib ketgan tanlovdan kasallik alohida manfaat qiladi. Shu munosabat bilan bu qo'noq jamoasini ilib chiqdim. 17 yillik oshpazlik tarixiga egami? Programmamızda neticeye erişken mahirlarını Şinjan Aşpaz Ustam Yemek İçmek Başkuru Çeklik Şirketi kattı mukapatlarla mukapatlaydı. Birinci derecelik mukafat 100 milyon nakbul. İkinci derecelik mukafat 50 milyon nakbul. Üçüncü derecelik mukafat 30 milyon nakbul. Qani sevimli do'stlar, ko'rib turibdiki, bizning mahirlarimiz sahnamizda hozirlanib bo'ldi. Musobaqamizning texnik adil bo'lishi uchun shu Luqma ustozning bir so'zini olgan bo'lsak, mahirlarniki shu musobaqaning texnik adil bo'lishi uchun mahirlar yuziga Aqsapdan her bir nazoratchini tanlaydi. Bu nazoratchini qanday tanlaydi degan vaqtida her bir mahir yuziga chek tartish orqali nazoratchini tanlab chiqadi. Bu vaqtda andan shu nazoratchilar Aqsapda bularga yetakchilik qiladi, ham nazorat qilib numar qo'yadi. Bundan bo'lsa, Nazifa Ko'zi sahnamizga keltirilsin. Har birimizning tam tuyg'usida bir yangilik bor. Voy, yana chek tartibiga ishganda. Qani, mush mayirimizdan boshlaylik. Qani Abdulla, o'zingizning nazoratchi ustozingizning ismini aytib beramiz? Yunusjon ustoz, a? Xanim sizchi? Mening Rustam ustoz. Mustaja ustoz. Mustaja ustozga. Bo'ldi, unda qolsa, bizning mayirlarimizni. Men achib ketaveray. Achib ketamsiz. O'ngga buril, mangayliq. Maqullar sizlarga omad tilaymiz. Yaxshi tayyorlik qilinglar. Yaxshimisizlar, ekran oldidagi ko'rarman do'stlar. Men Shinjan oshpazlar talant sahnasi musobaqasiga Otishdan Fayza Pishirxonsidan kelgan Mahir Rozgul G'upur bo'laman. Ko'pchilikning meni qo'llab-quvvatlashini umid qilaman. Rahmat sizlarga. Aşpaz Ustam Talant sahnesi programması yemek içmek musobaqat şeklini olgan programma bo'lib, Şinjandagi tunji qitimliq oshpazlik turidagi universal san'at programmasi hisoblanadi. Programmamiz Jonghua yemek içmek madaniyatini avj oldirib, Şinjanning nozik ne'matlarini tonishtirishni boshlaymi qilgan. Har millat yemek içmek ustalari va yemek içmek havaskorlariga o'zaro fikr almashtirib, o'zgacha esil ta'mdan tang bahramon bo'lish sahnasi hozirlab berishni maqsad qilgan aktiv energiyalik programma. Şinjan içindeki qadimiy taomlarni kezib chiqish, yurtimizning yemek içmek madaniyatiga to'hfa qo'shish asosida alohida ta'sis qilingan Oshpaz Ustam Talant sahnasiga mahir tizimlash boshlandi. Ekran orqali urug' tuqqan do'st birodar, shundaqla tomoshabinlarga mahoratingizni namoyon qiling. Xo'sh, hurmatli ko'rman do'stlar, mana bugungi bizning birinchi nomerlik mahirimiz Rozgul xonimning bizga tayyorlagan shahzodalar pishiriqlari tayyor bo'pti. Unda bo'lsamiz bir ko'zing kechirib o'tamdiq, bir purib olayli. Bek o'xshagan chiroyjimon. Tetib baqayli. Unda bo'lsa bizning ming deganimiz bekadanga, mo'sh baliqchi ustozlar bilan demisa. Unda bo'lsa mushni, mushaqtim boshlab bir baliq ustozlar bir apramsiz, ha? Joyda bunda qarab baqsam, bizning bu nashtilik yamonmi quvvatli qilib turdi, ha? Shundaq. Buning ustida mushu yog'u, uningdan mana yerlik yangoq, boya deydi-ku. Anjir murabbasi deydi. Men tatishpiraychi, men tatishpasam balkim ozroq berish mumkin. Yemeklar bilan pishirilgan ekan-da. Balkim buningga seriq may misaldingizmi deyman. Seriq may, qatiq, tuxum, shakar. Yangoq bek o'xshabdi emasmi? Sen necha kun so'rishmasam qanchini bersiz?
Har birimizning tam tuyg'usida bir yangilik bor. Cevdet bilamsiz, men shu Rozgul xonimdan anglashimcha, bizning shu pishiriqni bir oycha vaqt saqlag'ili bo'ldi ekan-da. Ha, saqlashmadi bir oy. Bunaqa hech qanday material qo'shilmaganmi? Hech qanday qo'shimchalik unday bir narsa aralashtirilmagan. Eng sap, eng tabiiy mahsulot. Bo'ladi, Rozgul xonim, unda bo'lsa bizning bog'liqlarimiz mo sizningki bizga tayyorlagan nashliqlaringizdan tetib bo'ldi. Unda bo'lsa siz sal damib tursangiz, biz bugungi 2-nomerlik mayrimizning sahnimizga taklif qilamiz. Qani marhamat. Aram etsangiz bo'ldi, ha? Yaxshi ustozlar, vaqtingiz xayrlik bo'lsin. Men Xutan Diyari Dinayistin keldim. İsmim Abdullah Nuri. Aşpazlık kasbini öğrenip üzerinden texmo kasbini yağış tepiş için aşpazlık talan sayılısı geldim. 8 kilo şeyle. Har birimizning tam tuyg'usida bir yangilik bor. Oshpaz ustam talant sahnasi programmasi yemak-ichmak musobaqa shaklini olgan programma bo'lib, Xinjiangdagi tunji qitimliq oshpazlik turidagi universal san'at programmasi hisoblanadi. Programmamiz Jonghua yemak-ichmak madaniyatini avj oldirib, Xinjiangning nozil ne'matlarini tonishtirishni boshlaydi qilgan. Har millat yemak-ichmak usullari va yemak-ichmak havaskorlariga o'zaro fikr almashtirib, o'zgacha esil ta'mdan tang bahramon bo'lish sahnasi hozirlab berishni maqsad qilgan aktiv energiyalik programma. Xinjiang ichidagi qadimiy taomlarni qezib chiqish, yurtimizning yemak-ichmak madaniyatiga to'hfa qo'shish asosida alohida ta'sis qilingan oshpaz ustam talant sahnasiga mohir tizimlash boshlandi. Ekran orqali urug' tuqqan do'st birodar, shunaqla tomoshabinlarga mahoratingizni namoyon qiling. Har birimizning tam tuyg'usida bir yangilik bor. Ha, mana ko'rman do'stlar, bizning shu yerlik yog'och qachi tayyorlangan, bizning yerlik tamog'imiz bug'dumush tayyor bo'pti, ha. Unda Abdullah bizga shu bug'dumushni bir qisqina tushuntirib o'tamsiz. Abdullah manda demdikin deyman. Bug'dumush yog'och qozonni bir qitimda qaynaydi-da. Ondan qaynamamdi. Bug'dumush oshqozonni 3 oyni yaxshilaydi. Qavziyatning oldini oladi deb qo'yman. Chiroyli güzelleştirdi. Belkim hanım kızlar için en güzel naşlık oluş mümkün, ha. Mana shunda mezlik bir xushbo'y bizga urilyapti, ha. Unda bo'lsa bizning shu bog'lovchilarimiz bilan korxonchilarimiz bular bir tetib baqqan bo'lsa, ha. Tegib baqsin, ha. Mana bu yoqqa. Bog'lovchilik bo'lmaydi umuman. Har birimizning tam tuyg'usida bir yangilik bor. O'zingizga qancha baho qo'ya olasiz? Men siz bahoni o'zingiz qo'yaptınız. Men bir ichib baqayamsa, ha? Mana qo'shib. Unda olsa bizniki 2-nomerlik mayirimiz demeyip turgansa 3-nomerlik mayirimiz chiqamasa. Bulamda. Bo'ladi. Aram etib turing. Yaxshimisiz, ekranda ko'pchilik, bog'liq ustozlar, korxonchilar, Qaliq Diyaridan kelgan obligatni o'tib salam, oliy qadamlar bo'lsin. Men Xinjiang tabiiy shirkati Ashaqdan tadqiqot guruhidan tamoshabinchi obligatni jasdan. 17 yillik kasbiyatimdagi qadimiy ta'limlarni bir bo'lgan qo'noq yamit elib keldim. Keng bog'liq ustozlarning korxonchilarning yoshlarga fikrini berishini chin ko'ngildan umid qilaman. Oshpaz ustam talant sahnasi programmasi yemak-ichmak musobaqa shaklini olgan programma bo'lib, Xinjiangdagi tunji qitimliq oshpazlik turidagi universal san'at programmasi hisoblanadi. Programmamiz Jonghua yemak-ichmak madaniyatini avj oldirib, Xinjiangning nozil ne'matlarini tonishtirishni boshlaydi qilgan. Har millat yemak-ichmak usullari va yemak-ichmak havaskorlariga o'zaro fikr almashtirib, o'zgacha esil ta'mdan tang bahramon bo'lish sahnasi hozirlab berishni maqsad qilgan aktiv energiyalik programma. Xinjiang ichidagi qadimiy taomlarni qezib chiqish, yurtimizning yemak-ichmak madaniyatiga to'hfa qo'shish asosida alohida ta'sis qilingan oshpaz ustam talant sahnasiga mohir tizimlash boshlandi. Ekran orqali urug' tuqqan do'st birodar, shunaqla tomoshabinlarga mahoratingizni namoyon qiling.
Har birimizning tam tuyg'usida bir yangilik bor. Mana navbatda bizning bugungi 3-numurlik mayirimiz Obul Qasimning bizga tayyorlagan tamog'ini tayyorlabdi. Obul Qasim, unda qo'shmish tamog'ingizni bizning bog'lovchilarimiz, korxonchilarimiz bir tetib baqqan bo'lsa. Har birimizning tam tuyg'usida bir yangilik bor. Har birimizning tam tuyg'usida bir yangilik bor. Bugun tayyorlagan mush tamog'ingizning ismini bir aytib beramsiz? Qo'noq yamisi. Buni nimalardan? Butning itilish usuli, boshda bir shu sut qo'noqni, sutvash bo'lgan qo'noqni qo'limizda pichoqni qishib, havanchida so'qimiz. So'qib sutalatgacha izimiz buni. Undan keyin qo'y go'shi, kava, xo'nsho, boshchamg'o, shularni silib, qaynatib, ta'min chiqqandan keyin sut qo'noqni solamiz. Qo'noqni sutgan qo'noqni to'kib, birdan qaynatamiz. Undan keyin bu chilan, qaravurik, jigida, uzum, hakerelik o'zimiz xohlagan qo'shimcha yemaklarni silib iste'mol qilsak bo'ladi. Qarash qilib bir xil shundoq yerlik onamiz itib bergan tomoqdek turadi lekin boya men qarasam shu bizning 2-numurlik mayrimizmi shundoq sho'rpiliq taom tayyorlabdi. Hamda bugun ishqinglar Bəslişib qaldığan bulduğunlar qandaq qılarmız? Akşam bulan buraya deyişi oğanlar deb. Ya. Özünüzge şençiniz barmı? Şençim var. Qani onu alsa sizden bizge tayarlagan tamığınız, bizden şu bağlıqışlarımızdan, mimarlarımızdan mayılığı erişelemde yok. Siz durup cevabını görürüz. Ona olsa biz səhnimizge qalğan şiki mayırımızı təklif qılımız. Qani merhamet. Merhamet. Har birimizning tam tuyg'usida bir yangilik bor. Ondan sonra aldı bilen biz şu bağlıq işlerimizden şu 3 nəfər mayırımızı bolğan bazı qandaq buldu ekan birlikdə anlap baqaylı. Onda olsa Məxət Cəmalimninki 3 mayırğı bolğan təklif fikrini alğan bolsaq, Mən 3 nəfər mayırlarınki hamısının tamağının nəhayət ləzzətlik və görkəm çıxqanını xoşallıq bilan təbrikləyimə. Mana bularma kelgüsüdə texmi yaxşı ustalardan yetişib çıxışqa ben güzem yetti. Obul Qasim'ninki şu etken yağmur eşimi hazır şu dostlarımızda nəhayət kembus bulmaydıgan uzunluq kıymetini yuqur bir tamaklardan bir türü oldu. Texmi tırışıp bu növbetdeki müsabıqımızga yani yaxşı tamağınızı ekilişinizi ümit kılman. Rahmet malum, rahmet. Anda olgan bolsa mayırlarımız bugün ikinci meydan mayırlar. Asasen tamakları, icadçılığı var, uzunluq kıymeti, asaslık yerlik temne asas kılan. Bunun da meninki Abdullah ustamınki buğdumuç. Yani bu şu asasen yezlarda, şu unutulup kılıç girdabık verip kalan tamaklar. Bunu bu mayır sekine çıkıptı. Bizden maksatımız mı? Şu her kız ziyafetlerde itibatkan tamaklarını sekine çıkışımız. Yani muşu burunlarını itilip muşu unutulup kılış girdabık kivatkan, muşu dasqalık kilenmegen, uzunluq kımmeti, mesela bununki en saklap kalan tamaklarını biz royup çıkarış. Şunun için bu inimizga teşekkürümünü bildirmem. Rahmet. Lohman malum rahmet sizge. 好的，马路林老师，您觉得这3位选手他们当中的哪一位的就是餐让您感觉满意？我感觉你比较喜欢哪个？今天3位选手，我感觉那个女厨师，她做的点心，我感觉是特别的美，因为在这个行业当中，女孩子做厨师是很少的，是吧？因为女孩子能做这个厨师，大家也得鼓励一下。对，这今天3位选手做的菜啊，都是做的新疆的地域美食，从色泽颜色做的都非常好。也给各位领导评委带来美的享受祝你们3位能获得好的成绩再接再厉，谢谢大家。好，也谢谢您。Gülbar Ustaz. Bugün bizim şu 3 nəfər mayırның əkəyən tamları bizim yan bir qətim bizim şu
unutulup ketiş aldı tuğan tamlarını qaytadan eslettirdi. Bunundan keyin mushundaq tamlarını biz unutulup ketmesek. Yana birisi mening alayda endi tilga erish tegishlik bo'lgani mushu Rozgul xonimning bugungi akaga mush pishiriqlari haqiqatan meni qoyil qildi. Bularning tam jihatdan, oziqlik miqdori jihatdan, ondan mushu bezilish jihatdan shundaq chiroyliq nazifa qachillariga shundaq chiroyliq tizib ekibdi-da. Demek mushuni etish jarayonida mush xonimning mehr muhabbati singdirilgan. Şunun için hemimizga shundoq chiroyli ko'rindi. Sizga rahmat. Ma qolgan mayirlarga rahmat. Tirishinglar. Davomli tirishinglar. Rahmat, muallim. Rahmat. Unda olsa turdi muallimniki so'zni anglab o'tgan bo'lsa. Yaxshi sizlar, mahirlar. Bugun ma uchanglarningki nihoyatda yaxshi bo'lgan, yo'qolish girdog'iga berib qolgan an'anaviy o'zimizning yerlik tomog'ini yetib kelibsizlar. Xotanning, qog'liqning, otishning degandek bu tomoq uchilsi 10 tomoq turiga kirdi. Oturup kızdınki tamam hem de xamir pişirik türü girdi. Lekin yandaki işkeylenning mu şu hem de çoğunlağı mı öydeki ballağı mı maskildiğen hem sınışlık azam buluş nispeti yukarı adam bendeki buğan uzuqluq kıymet asli yukarı şunda nahayeti bir isil tamaqını ep kepsizler. Üşüşanlarga köptün köp. Rahmet. Teqimi tirişinglar. Rahmet malum sizga. Davutcan ustamniki. Japatatınlar ustamlar. Hem de vaktini almışsam Hanımға kelsek, şu şahsatlarımız üçün, kelgüs üçün tırışıptı. Sizге rahmet, japat attınız. Rahmet. Her birimizдің tam tuyg'usida bir yenilik bor. Ko'rayotganinglar Şinjan Odikam Madaniyat tarqitish shirkati va Şinjan Oshpaz Ustam yemak-ichmak shirkati birlashib uyushtirgan Urumchi Hayot suv chekish shirkati Shaxtan maylari tajdorligini olgan Şinjan Qo'shnur yemaklik taraqqiyot chekish shirkati Qo'shnur kasmi cho'plari alohida qo'llagan Shaxtaam Oshpaz Ustam tanlov teknik programmasi Har birimizning tam tuyg'usida bir yenilik bor. Bulada ondan xo'si yuqorida biz bizningki bağlıqçılarımızın 3 nafar mayirimizga bo'lgan bahsini anglab o'tdik. Endi biz Beijingdan taklif qilingan bizning oziqshunos Zhao Huiyuan muallimni sizga taklif qilamiz. Qani, marhamat. 那么刚才呢3道菜呢有2道呢是汤羹菜，然后还有一位是甜点。营养角度来说呢，对人体汤羹菜呢是比较好吸收的。那么点心呢，甜点这块呢，我觉得面点这块在我们国家呢，一般是北方和西北呢这个民族呢，这个食用量稍微大一些。少数民族的呢，还增加了一些烧烤的东西，烤制的东西比较偏多一些。比如说到你们这边的烤包子，汉民几乎是没有的，都是蒸制的。所以说它制作的是这个我们这个女大厨呢。这个在这个面点这块是用了烤制的手法，而且还有一个美丽的故事，是不是？而且我们那个马总也说了一下，那个我们这个行业呢，确实这个女同志啊，从事这工作特别的少。我也是这样，在这儿鼓励你们。我要如果这3道菜要让我来去看，那么面点占略胜一筹啊。Rozgul Hanım sizni bek rag'batlantirib ketdi ya. 谢谢。好的，谢谢您。Bulda ondan xo'sa oldi bilan bizning bugungi 1-chi nomerlik mayirimizning nomerini ko'rib baqaylik. 8 nomer, 9 nomer, 10 nomer, 10 nomer, 8 nomer, 9 nomer muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Maydim yuqori baho berdi ya. Shunday. Endi bizning bugungi 2-chi nomerlik mayirimizning nomerini ko'rib baqaylik. 7 nomer, 9 nomer, 9 nomer, 9 nomer, 9 nomer, 7 nomer muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Bek hayajonlanib ketib mana bu nomerlarni menga berib atgandek. Yuqori nomerlarni nadirasiz o'qib olsangiz, men buda ansirayotiman qanday menga chiqib qoladi deb. Bo'ldi, undan qo'ysa biz 3-nomerlik mayirimizning nomerini ko'rib baqaylik. 8 nomer, 8 nomer, 9 nomer, 9 nomer, 9 nomer, 8 nomer muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Bu musobaqada keskin o'tib bordi. Buna qarab baxsam bu 3 nafar mayirimizningki nomerlari o'xshib ketdi ekan. Uchinchisi birinchi bo'lib qolganda. Tang chiqib qolganda qilib turdi. Har birimizning tam tuyg'usida bir yenilik bor. Bugungi musobaqaning texmi adil bo'lishi uchun Sibbiy advokatlik o'rindan Rahmanjon olim natijani e'lon qildi, ha? Unda bo'lsa bugun shu
bağlıqçı ustazlar şu 3 mayırның nazu nimetlerini körüp tetiş arqılıq özünün numurlarını bədi. Bunda olsa mən tövəndin yuqarı qarta 3 mayırның erişken numurunu bir elan qılıb. Bugünkü şu meydan musabaqada 3-lükə erişken mayırımız Ubul Qasim. Erişken numara 66 numara. Mübarek olsun. Bugünkü meydanda 2-lükə erişken mayırımız Abdullah. Erişken numara 67 numara. Mübarek olsun. Onda olsa bugünkü çempiyon çıkıp oldu. Bugün meydanda çempiyonga erişken mayırımız Ruzgül. Erişken numara 74 numara. Kızgın cevaplarınız var. Mübarek olsun. 3 nefer mayırımız. Yani bir kıtım mübarek olsun. Ondan sonra mayırlarga medal taqıp berişken biz Şinjan Aşpaz Ustam Yemek İçmek Başkuruş Çekiş Şirketi'nin kurgucusu Erşat efendimni teklif qilamiz. Merhamet. Merhamet. Ubul Qasim bilan Abdullah ikisi o'zlarininki shu yerlik taom madaniyatini ep kelibdi. Oshni ep chiqishning o'zi bir g'alaba emasmi? Shundoq. Bağlıqçılarımızın maylıqıga erişdinglar. Hammamiz shu bizning yerlik taomlarimizni yana bir qitim his qildik, ham uning ta'min tetidik. Shunga biz sizlarga yana bir qitim rahmat aytamiz. Rozgul xonim sizga yana bir qitim muborak olsun. Muborak olsun. Har birimizning tam tuyg'usida bir yangilik bor. Ko'rayotganinglar Şinjan Odikam Madaniyat Tarqitish Çekiş Şirketi ve Şinjan Aşpaz Ustam Yemek İçmek Şirketi birleşip uyuşturgan Ürümçi Hayat Suv Çekiş Şirketi Şahtan mayları tajdorligini algan Şinjan Qo'shnur Yemeklik Taraqqiyot Çekiş Şirketi Qo'shnur Kesme Çöpleri alayda qo'llagan Şahtan Aşpaz Ustam Talant 8 programmasi Har birimizning tam tuyg'usida bir yangilik bor. Ben bunda qarab baxsam bizning korxonchilarimiz nihoyatmi bir xil eg'ir besiq o'tirib ketdi. Menimcha ular ichida o'ylayotdi, "Hey, mushu uchaylardan qaysi mushu bizga bekerak, bizningki mushu ishlarimizga yordam qilalar, biz bilan hamkorlashalar" deb. Ona bo'lsa biz mushu bizning korxonchilarimizni bir so'zga taklif qilgan bo'lsak, ularning ko'ngil so'zlarini birlikda anglab boqaylik, ha? Yemek içmek bo'lgandikin, ha? Qani oldi bilan biz Ürümçi Hayat Suv Çekiş Şirketi'nin şirket vekili Torguncan Efendi'ni sözgü teklif qilamiz. Merhamet. Ben şularning tamaqini yetib ko'rdim. Haqiqatan yaxshi chiqdi. Ondan bu atishdan kelgan Zo'rgul, agar sizniki shu Ürümchida bir do'kon ochadigan yoki hamkorlashishga qarab qolsangiz, biz shaxsan siz bilan hamkorlashsak bo'ladi. Haqiqatan buyrug'ingiz haqiqatan yaxshi ekan. Balki Ürümchida bor bo'lishi mumkin yoki yo'q bo'lishi mumkin. Hamkorlashmoqchi bo'lib qolsangiz, biz sizdan hamkorlashsak bo'ladi. Muborak olsun. Muborak olsun. Siz qana qaraysiz-kin? Meni atishda ham pishirxonam bor, ham atish foiza uchur mulozimat shirkatim bor o'zimning. Shunga Ürümchida qilishni o'ylashmadim. Lekin zakaz qilsa bo'ladi. Turib hamkorlashsanglar. Zakaz qilsanglar, men ashada yetkazib berma. Biz Beşinlasak bo'ladi demakchi. Sizni endi Ürümchida qilib qiling demaymiz. Bo'lsa shogirdlaringiz bo'lib qolsa yoki bo'lmasa o'zingiz shogird tarbiyalab bizga Bəsəm buludu. Buludu. Məşə Ürümçi dükkanı açsaq buludu. Sizinki markanız açsaq buludu. Yoki biz özümüzün şirket namını açsaq buludu. Həmkarlaşsaq buludu. Buludu, həmkarlaşsaq. Xəp. Mən bu da taza bir isil tamının birini əkib bir həmkarlaşmaydigan bolsam. Əsli mən qatnaşqan bolsam mən çox maqul deydim. Məni oylaşıb qoyurlar. Şinjan Qo'shnilar Yemeklik Taraqqiyot Cheklak Şirketininki qurg'uvchisi Yosinjon Apandirning so'zini olganmisak, ha? Rozgul xonimdan so'rab baqsam, sizlarningki odatda kundalik ishlab chiqarish iqtidoringlar qanchalik? Aningdan keyin ma'u sizningki chiqargan shahzodalar nashtaligingizning o'zi hozir saqlash muddati 1 oy debsiz-ku. Buni 6 oy yoki uningdan yuqori ko'tagidek sizda texnik saviya bo'lib qolib qolsa,
bizningki Şinjanның ішідегі setiş turimiz asosan ham yerlarda Şinjanның yerini qaplaqliq. Bunday ahvol ostida biz sizlar bilan umumiy texnik saviyaringlar, ishlab chiqarish iqtidoringlar bizning ehtiyojimizga yetsa, anandan keyin bizningki sharoitlarimiz sizlarnikiga to'g'rilashib qolsa, biz bu programmadan tushgandan keyin bir maslahatlashib, bir hamkorlashishni o'ylashib baqsaq. Onundan boshqa, shu bugungi sondagi programmamizga qatnashgan har bir mahirga bizning Şinjan Qo'shnur yemaklik taraqqiyot shirkati Qarqashda ishlab chiqargan Qo'shgul markasidagi qo'rdoq, lag'man, so'man, suyg'och qatorliq tomoqlarni o'qishtirib etishda ishlatiladigan qolaylik tayyor kesme çöplerden, yani guamiyen deb qo'yamiz, shu çöplerden bir yeshik. Onundan boshqa to'qimachilik zavodimiz ishlab chiqargan Qo'shnur markasidagi erlar, ayollar ham ballariinglarga bir ko'ribkidan paypoq sovg'a qilma. Rahmat. Ay, rahmat. Nima degan yaxshi. Samay kiydigan bo'ldinglar. Bo'ldi, unda xo'sh biz Şinjan Bodun So'lchak shirkatining qonuniy vakili Rajab Imin apandimni so'z taklif qilamiz. Marhamat. Marhamat. Biliq sudan ayrılanmagan o'xshash insoniylar yemek içmekten ayrılanmaydı. Rozgülge şu teklifini verme, etken tamaklarınız nait obdan boptu. Siz aş tamaklarga adet şekerini oylaşmayı, haselini arılaştırıp, umumi adam yese, tanıbın adamlar bu talqiyanda tapmaydıgan bir halatını şekillendirip, bir yenilik yaratıp baksınız diyen teklifini verme. Rahmat. Pek yaxshi taklifkir bo'ldi ya. Şinjan Aşpazistan Yemek-içmek Başqaruş Çekiş şirketining qurg'uvchisi Ershad apandimni so'z taklif qilamiz. Müşmayirlarni bizning shirkat bir ömür kesib tarbiyalashimizini üstüge aladi. Qatnashgan mayirlarga qolgan talab fikrlarni sendan tushgandan keyin surishtirsanlar bo'ladi. Rahmat sizlarga. Bo'ldi, rahmat. Rahmat. Bu uchanlarni bizningki Maya shirkatimizningki yangi bir mas'uliyat bo'lgan huzur tug'isi parashugi, huzur tug'isi etganchi huzur o'chkisi etgancha bilan bir yurish uchanlarni sovuq qilsam, qabul qilsanglar. Bo'ldi, qarqanchilarimizga yana bir qatam rahmat. Rahmat sizlarga. Bo'ladi, bizning 3 nafar mayirimiz bugungi hisiyotinglarni bir so'zlab o'tgan bo'lsanglar. Qani? Program qilishib bek qo'shildim. Ustozimga, ota-onamga, ayolimga rahmat aytdim. İsel. Rahmat. Demaydiga daydigan ishga sindirib yetdiga. Bo'ladi, Rozgul xonim. Men shu munosabat bilan shu sahnaga chiqqanligimdan intayin xushal. Barliq bu yerdagi doya ustozlarga ham meni yaqinda qo'llagan bolalarimning dadasiga rahmat aytdim. Voy, rahmat. Men bu programga kelib intayin xushal bo'ldim. Shu munosabat bilan bizni yo'l bergan partiya hukumatga, kanet kadrlarga, shundaqla saqchilar ishxonasiga barliq rahbarlarga chunki onlarga rahmat aytaman. Uningdan boshqa meni qo'llab bergan ayolim, ota-onam, do'stlarimga, ustozlarimga ko'p rahmat aytaman. Rahmat sizlarga. Rahmat. Xo'sh, qadrli ko'rman do'stlar, bizning 3 nafar mayirimizningki tirishchanligi va ularning bizga olib kelgan taomlari sizning mayilligingizga erishadimi yo'q? Agar sizmi turmushni sevsangiz, taom madaniyati qiziqsangiz, programmamizni ko'rishni unutib qolmang. Bizning programmamiz Şinjanning har qaysi joylaridagi tamoq etishni yaxshi ko'radigan, taom madaniyati qiziqadigan do'stlarni qizg'in qarshi oladi. Qadrli ko'rman do'stlar, programmamiz bu yerda oxirlashdi. Kelasi sonni ko'rishaylik. Xayr xo'sh.